Barchalarga xayr sizlar bilan Kosmos bugungi videomizda sizlar bilan Piperni ming kubik qilamiz. O'tgan safar sizlarga aytganimdek, Xurusda aytganimdek Piperni menimcha ming kubik qilsak kerak degandim va bugun o'sha kun kelibdi. Bugungi videomizda sizlar bilan Piperni ming kubik qilamiz. Va bizning o'yinimiz boshlandi. Xo'p, bizning pastimizda Volt bor. Voltni ham ozgina ketkizishimiz kerak. Hop, Volt va bilsanglar kerak Piper nimada nimada ziyosiy silasi bor. 30 ichida otsa jonni ko'proq yeydi va BBni minus qildik. Jujjoni ham otib qo'ysak juda ham zo'r bo'lardi. Lekin biz bu yerda otganimiz yo'q. Va bu sto ekan. Amberni olamiz bu yerdan. Va stoni ochishimiz kerak edi, mayli. Buni otdik. Va bizda ham Juju bor. Jujudan unumli foydalanish kerak. Buning Uron tekasi bizga juda ham katta yordam beradi. Shuning uchun bitta otib qo'yamiz. Va minus birga bir sheli bilan qoldik. Voy xaroch, va bizda birinchi o'rin jigarlar. Xo'p, bo'lmasam va bizga 18 kubik juda ham kam kubik qoldi. Men bilan bu ketadi deb o'ylamagandim, to'g'risi 18 kubik bittada qolishi. Videomizda kam bo'lib qolami deyman. Juda ham bir sekin emas, juda ham tez o'tyapti. Bilmadim, 18 kubik bir pasda qoldirsak g'alati bo'ladi. Iloji boricha maksimal o'yinimiz. Mayli, kam bo'lsa ham va kam bo'lsa ham ozgina qilamiz. Va agar videomizda kam bo'lib qolsa nimadir qilamiz. El Primo 700 qanchadir kubik turibdi. Va 18 kubik kerak bo'lib turganda mana bu personajni olib, bular hammasi shunaqa hammani o'ldirib yuradi. Uroni juda ham katta. Mayli, videomizda cho'ziladigan bo'ldi ozginaga. Bir pas tugatib qo'yadigan bo'lmadik. Bemalol o'ynaveramiz. Bizga kerak bo'ladigan kubik bu 22 kubik. Va bizga kimlarni berdi? Yana hozir o'sha personajni olib kelmasa bo'ldi. Biz to'rimizda suv bor. Suv va tepalarda yuramiz. Hop. Vah. Hop. Suvga tegmay qoldi. Va Mortis bizga kelishi mumkin. Biz shunchaki o'lja berishimiz mumkin bularga. Va o'lja bersak, voy xarosh, stoga bitta tegdi. Sto qaytib chiqmaydi deb o'ylayman. Devorga otdik. Hop. Va sto o't yedi. Bizning urgan tikamiz bor. Oldimizga kimdir kelsa bemalol qocha olamiz. Sto ketdi bu yerdan va ana bu yerda kutib turibdi. Sto bizni pastga tushirmaydimi deyman. Menda odam bor, bildim. Ha, bizning yo'q forishda Sto baribir yopdi. Chunki minani teleport ochganini bildim. Va mana 6-o'rin 1 kubik filis va bizga 21 kubik kerak endi. Shoshilmasdan o'ynaymiz. Ja bo'lmasa kristal qilamiz. Lekin boshdan 18 kubik qo'ygan menga juda ham bir g'alati bo'ldi. Mayli. Biz Piperni ming kubik qilishimiz kerak baribir. Sheli bor tepada. Va timadi. Sheli bir vaqt teksak jon ko'p yeymiz. Chunki 400 va timayapti. Burga qisilib qolmasdan tezroq qochishimiz kerak. Va menda bu turgan ekan. Bitta otib qo'yamiz. Ikkita tegdi va minus Miko. Va qochmoqchi bo'ldim. Urgan tikanini ko'rdinglar, yoqdim, baribir bu o'lib qo'ydi.
Shu yangi kelgan narsasi yoqmadi menga, bilmadim. G'alati, qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Bir Amber qanaqa personajlarga aylanib oladi. Spike, Juju bir yangi kelgan вообще yoqmadi. 4000 euro edi. Bu o'yinni вообще o'ldirib keta oladi bir pasda. O'shanisi yoqmadi lekin. Bir pas o'lib ketyapmiz hozir. 7-o'rin 2 minus berib, 6-o'ringa 1 plus beryapti. Endi bilmadim. Qanaqa bu? Piper zonasini bilmadim. Men zonasini aqaram. Mossa qilib olaman aytgandim. Qilamiz ham. Sabr qilsak. Mana bu yerda sразу Spike aylanib oladi bular. Jonga tegadi shular. O'zi o'ynamaydi bir. Yopish kerak, yopish kerak. Bir xarosh gol. Gol. Turinchi o'rin va turinchi o'ringa kirdik. Seriya paydimiz bo'lgan, tez bo'lardik. Hozir kelishamiz deyapti, mayli. Kelishtiraylik. O yaxshi, zo'r gol. Mana bola birinchi o'rinda olsin deyman agar o'ldirsak hozir. Amber bo'lib kelyapti. Amber. Va kim deb o'ylaysizlar? Tik yoki. Chunki bu Amberda anasi o'rnatkasi bilan men o'sha past jonim yo'q qilib qo'ygan shuning uchun. Ha bizda 13 kubik qoldi. Shoshilmas o'ynasak bo'ladi. Ana endi 13 kubik qo'ygan bo'lsa. Baribir hozir birinchi o'rinda olsak 100% bo'lib ketishimiz. Aniq 1000 kubik. 1000 kubik bo'lamiz. Ikkimadimi? Mayli. Bitta makamiz bor. Tepada El Primo. El Primo tepada. Shu yerda turgan bo'lsa va El Primo haligacha turibgan, bizni klub kelmoqchi. Gadjet yordam bermadi. Mayli. Mana personaj paydo bo'layotgan, hech kimga oldirmaslik kerak degandim. Belab qo'ydi va mendan yaxshi, bu boshqasiga ketdi. Mana shu personaj olsalar, librotikasini yopasizlar. Harakat qilsalar. Bel. Biye tepada. Hop. Yani maksimal ketmasimiz kerak o'qini. Bundan ikkinchi o'q juda ham katta o'rin. Bizga kim bu? Spike mi? Spike bo'lish kerak, adashmasam. Juju. Jujudan ham unumli foydalanishimiz kerak. Real. Bitta o'qotamiz yo'q. Saturn tikamiz bor juda. Yana bo'lsak bo'ladi, lekin erta bizga sakrasa. Va joni yo'q. Mayli. Kenji ekanmi? Kenji. Mana shu personajni olmaslik kerak. Voy xarosh. Voy nima qildik? Bilmadim o'zim nima qilganimni tushunmadim. Ha bu yoqda Kenji otganini ko'raylik. Vo El Primo gadjetni olib ketdi. Ha bizga 4 kubik kerak bo'lyapti. Bizning 1000 kubik qilishimizga. Menimcha bu oxirgi o'yin deb o'ylayman. Agar omadimiz kelsa 4-o'rinda olsak, biz 1000 kubik, ya'ni 17 prestij bo'lamiz. Keyingi videomizda adashmasam El Primoni qilsak kerak 1000 kubik, chunki hozir 771 mi kubik bo'lib turibdi. Keyingi videoda qilishimiz mumkin. Sizlar like va podpiskani bosib o'tsalar bo'ldi. Va sakraydi va Edgarga topishimiz mumkin. Yo'q. Va mayli, Edgar qochib ketdi. Topishimiz mumkin, bilmadim qanaqa yapaman. Amber pasta 7 odam bor. Shoshilmasdan o'ynashimiz kerak. Qanday? Voy, nima to'qingan? Bam yangi chiqqan personaj. Va Roza ekan bu. Yusuf Spike bo'lish kerak. Spike oldi. Bu Spike olib qo'yish kerak. Emas pasta.
o'ttichga yotsak shu sonni ko'proq edi. Spike bor bu yerda edidir bu. Mana spike tushyapti joydan. Demiz o'qish kerak. Va xaroz. Spike bilan kelishamizmi? Bilmadim. Kelishmaganmiz ma'qul. O'tgan videoda ko'rgan bo'lsalar bizda kad yopib ketgandi, kelishamiz deb. Shuning uchun va bizda ming kubik jigarlar. Bilmadim video qanchalik kam bo'ldi, ko'p bo'ldi. Menimcha bundan keyin bilmadim videoni to'xtatamiz. Ming kubik bo'ldik. Bugun missiyamizni bajardik. Keyingi videomizda El Primo qilsak kerak. Bilmadim. Yoki o'zida yozib qo'ysalarmi, ashunga harakat qilamiz. Birinchi qism, ikkinchi qism qilib. Yozib qo'ysalar bo'ldi. Biz o'sha narsani qilamiz. Roza. Hech hozir biz ketamiz-da, mana anonsi sizni qo'lyapti va emizga sakrasak va jogandi. Mayli, Roza birinchi olib ketdi va bizda kelar Piperga bir prestij, ya'ni 1000 kubik qildik. Biz buni bajardik va chiqamiz. Hop. Chiqyapmiz va bizda 33 kubik oldik. Ya'ni 39 kubik oldik. Sniper degan titul berdi bizga. Novi titul Groki Sniper. Va Prestige 1, ya'ni 1. Dagala. V Prime Piper. Chiqamiz va bizda akalar 17 Prestige bo'lyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring El Primo 771 kubik. Keyingi videomizda qilishimiz mumkin. Va bizda 1006 kubik bor. Va 39 kubik va biz buni uddaladik do'stlar. Xo'p, mana Piper bizda 1000 kubik. Agar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Kosmos bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Kosmos bo'ldi.